Do'stlar, bu safar mashinamda kelajakka boramiz. Safarimiz yanada qiziq bo'ladi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Xo'sh do'stlar, qaysi yilga boramiz endi? Bo'ldi, 2070-yilga ketdik. Qani, mahkam ushlab olinglar. Do'stlar, kelajakka mana keldik. Odamlar qo'rqib ketishdi shekilli. Sekin tushib ko'ramiz mashinadan. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hamma yoq o'zgarib ketibdi. Metan zapravkalar yo'q bo'lib, o'rniga elektr zaryad qiluvchi shoxobchalar qurilibdi. Internet tekin ekan, ishlatavering deyishdi. Do'stlar, mana bu Ahadjonning kinoteatri. Yaqinda Oskar mukofotiga nomzod bo'ldi deyishdi. Ukamizni bekor tanqid qilibmiz. Qaranglar, zo'r narsa ko'rdim. Qarzga pul beruvchi apparat ekan. Shunday bossa, sizni tanib 100 minggacha pul berar ekan. O'zbekiston 2030-yil jahon chempioni bo'lgan ekan. Hayron qoldim. Mana bo'lar ekan-ku biz ham chempion bo'lsak. Nima deysizlar? Xullas, safarimizni birinchi qismi shu joyda poyoniga yetdi. Davomini yaqin kunlarda chiqaramiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar.